Fuqarolarning xorijiy davlatlarda qonuniy kafolatlangan va qulay shart-sharoitlarda mehnat faoliyatini yuritishlari uchun Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan hamkor tashkilotlar bilan birgalikda zarur chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Ayniqsa chet elda ishlash istagidagi yurtdoshlarimizning kasb-hunar va xorijiy tillarni o'rganishlari uchun imkoniyatlar yaratilgan. Navbatdagi lavhamiz ayni shu mavzuda Urganch shahridan tayyorlangan. Bugungi kunda xorijda ishlash niyatidagi vohadoshlarimizning ham kasb-hunar o'rganishlari, chet elda ish izlab sarson bo'lmasliklari uchun kafolatlangan va xavfsiz mehnat shart-sharoitlarini yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi bilan hamkorlikda Xorazm qurilish va kommunal xo'jaligi texnikumida kasb-hunar o'rgatish hamda til kurslari doimiy ravishda faoliyatini olib bormoqda. Xorijda ishlash istagidagi bo'lgan fuqarolarni maqsadda tayyorlash maqsadida til kurslari va kasbga o'rgatish ishlari olib borilayotgan edi. Shu bugungacha 2000 dan ortiq fuqarolarimiz til kurslarini, kasb kurslarini tugatishdi. Bugungi kunda yangi migratsiya agentligi bilan yangi loyihalar yo'lga qo'ymoqdamiz. Nemis tili, koreys tili bo'yicha til kurslari va ketishdan oldingi kasbga ko'niktirish ishlarini olib bormoqdamiz. Bundan tashqari texnikumda allaqachon vizasi chiqqan, yaqin fursatlarda xorijga jo'nab ketadigan yurtdoshlarimizni moslashtirish kurslari ham viloyatimizning o'zida o'tkazilmoqda. 2024-yil E9 vizasi bo'yicha imtihondan muvaffaqiyatli o'tib, Koreya ish beruvchilar tomonidan tanlanib, 23-iyun kuni ketib boryapmiz. Oldinlari Koreyaga ketmasdan burun safar oldi, bir haftalik o'qishda Toshkentda bo'lar edi. Hozir shu narsada Xorazmda tashkillashtirildi. Sharoitlari hamma qulayliklari bor. Bu narsaning sababi shu safar oldi koreys tilini yanada mustahkamlab, bilimlarini orttirib borish uchun tashkillashtirdi. Sharoitlari zo'r. Men o'zimdan keyingi yoshlarga shu xorijiy tillarni puxta o'rganib, chetga borib, tajribalar orttirib, O'zbekistonga kelib qo'llashni tavsiya beraman. Fuqarolar, ayniqsa yoshlarning viloyatimizning o'zida chet tillarini o'rganish, barcha zarur bilim va ko'nikmalarga ega mutaxassis bo'lish imkoni yaratilganligi yurtdoshlarimiz uchun katta bir qulaylik. So'nggi yillarda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi migratsiya agentligi tomonidan ko'plab yangi loyihalar amalga oshirilmoqda. Qurilish sohasida malakali mutaxassislar tayyorlash markazida, ya'ni qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi texnikumi bazasida hamkorlikda tashkil qilingan loyihalarimiz bilan tanishib chiqmoqdamiz. Ya'ni bu yerda biz fuqarolarimizga bepul til kurslarini joriy qildik. Ya'ni fuqarolarimiz xorijda talab yuqori bo'lgan kasblarda ishlash uchun o'sha nemis tili, koreys tili til kurslariga jalb qilingan. Bundan tashqari, fuqarolarimiz ketishdan oldingi ko'niktirish tadbirlarini ham bevosita shu texnikum bazasida amalga oshirmoqdalar. Oldinlari fuqarolarimiz Toshkent shahrida o'sha tadbirlarni amalga oshirgan bo'lsalar, endi viloyatning o'zida mana shu jarayonlarga jalb qilinishi mumkin. Bu narsa fuqarolarimizni, ayniqsa yoshlarimizni juda ham quvontiryapti. Sababi til kurslari intensiv shaklda olib borilmoqda. Ya'ni bular o'sha oldin o'rgangan xorijiy til kurslarini qaytadan takrorlab olib, yana ham rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Bu kabi tadbirlarimizni, loyihalarimizni yana ham kengaytiramiz va ko'lamini oshiramiz. Yaqin kunlarda boshqa tillar bo'yicha, xususan yapon tili bo'yicha ham, rus tillari bo'yicha ham biz til kurslarini joriy qilamiz. Yana bir ahamiyatli jihati, qonuniy yo'l bilan xorijga chiqib ketayotgan har bir yurtdoshimiz davlatimiz himoyasidadir.